Bo'ldi, tamam. IELTS 8 endi orzu. Shu birgina xatoni deb sizda ham IELTS balasi o'smayotgan bo'lishi mumkin. Bugun 30 kunlik IELTS 8 challenge'imning 25-kuni edi va men full mock topshirib ko'rdim. Birinchi bo'lib shu veb-saytga kirdim va bu yerdan full mock testni tanladim. To'g'risini aytaman, bunaqa chiroyli dizaynga, interfays, bunaqa o'yinlar, speaking partneri bo'lgan bunaqa veb-sayt borligini juda kech topganimdan o'zimdan afsuslanib ketyapman. Keyin o'tirib bittada xuddi IELTS examdaqa 3 soat listening, reading va writing olib chiqdim. Men dam olishga yo'l qo'ymadi bu yerda. Natijalarga keladigan bo'lsak, writingdan 6,5 olibman. Bu yerda tasdiqman 5,5 va tasdiq 7. Writingdan ayron qolganim har bitta xatoimda, ayniqsa tasdiqondan nimaga 5,5 olganligini nuqta virgulgacha xatolarimni tochkasigacha aniqlab, menga to'g'ri versiyasini chiqarib berdi mana bu veb-sayt va nima qilsam yana ham yaxshiroq bo'lishimni, yana ham yaxshiroq o'sishimni mana buni ko'rsatib berdi mana bu yerda. Lekin bitta yomon yangiligim bor. Bu veb-saytni hamma funksiyasini ishlata olish uchun sizga premium obuna bo'lish kerak ekan va 1 oylik premium obuna 100 ming so'm turar ekan. Lekin bilaman jahlilar chiqmasin. Nimaga pulli bo'lsa aytyapsan bizga, nima tekin versiyasi yo'qmi, tekinroq versiyasi, arzuroq versiyasi yo'qmi deyotgan bo'lishingiz mumkin sizda. Shuning uchun ham men bular bilan talashib tortishib o'zimga bitta promo kod yaratib oldim va ekraningizda ko'rib turgan shu promo kodni shu saytga kirganda promo kodim bor degan joyga kiritsangiz 1 oylik 100 ming so'mlik obunani 45 ming so'mga olishingiz mumkin. 55 ming so'm minus. Listeningdan esa 8,5, 2 ta xato va readingdan 8. 5 ta xato qilibman bu yerda. Videoni boshlatgan xatoim ham aynan readingda bo'lib, men passage 1 da chiqib o'tiribdi. Misol uchun men bu yerda beats deb yozib qo'ygan, bilmadim ko'zim nimani ko'rgan, brats deb yozib qo'yibman men bu yerga. To'bag'ini shopib olaman bu yerda. Nimani ko'rgan men bu yerda. Va mana shunaqa mayda detallarga e'tibor bermaslik ertaga ballingizga juda ham katta ta'sir qilishi mumkin. Ayniqsa overall 8 olish niyatingiz bo'lsa. Challenge tugashiga 5 kun qolibdi. Oxirgi natijani birinchilardan borib ko'rish xohlasangiz, ushbu videoga like bosing va sahifamga obuna bo'ling.